Assalomu alaykum, hurmatli saboqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsimizning 7-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizdan boshlab kitobimizning 2-bobi, ya'ni amaliy tarjima o'rnaklari bobiga kirgan edik. Biz ilgirki soatlik darsimizda qisqa jumlalardan 3 dona jumlani tarjima qilishni o'rgandik. Endi biz bugun shu darslarimizning davomini o'qiymiz. Endi biz bugun qisqa hikmatli so'zlarni o'qiymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bizning old bilan bugun o'qimoqchi bo'lgan jumlamiz qaysi deganda hikmatli so'zlardan Ya ibn Adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmuka zahaba ba'duk. Endi bu jumladan sizlarga asos qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun qaysi deganda bu jumladan sizlarga asos qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun kullama. Kullamani qanday tarjima qilamiz? Jumlada uchrab qolsa, kullamani qanday tarjima qilamiz deganda, men yuqorida buning tarjimasini, har xil tarjimasini berdim. Shu tarjimadan qaysi mos kelsa, shuni beramiz. Masalan, kullamaninki chaqda, siri, har qachon, qachalla va qachalla bo'lmasin degan ma'nolar bor. Tuandagi jumlaga qaysi mos keladi? Biz old bilan tuandagi jumlaniki söz ma'nosida bir so'zlab o'tsak, Ya ibn Adam, ey Adam o'g'li, ibn o'g'li, Adam, Adam. Ey Adam o'g'li, innama faqatla, innama bu hasri deymiz, bir yerga doiraga elish, ya'ni faqatla sen kulla. Demak, ey Adam o'g'li, sen kulla. Kullama zahaba yawmuk. Endi kullama deganni deymiz, zahaba yawmuk. Kullama degan bir chaqda zahaba ketdi, yawmuka sening kuning, zahaba ba'duka sening bir qisming. Endi biz buni biroz o'lchamlik tarjima qilsak nima deymiz? Ey Adam o'g'li, sen faqat kunlardan iborat. Bir kuning o'tsa, bir qismi o'tgan bo'ladi deb tarjima qilamiz. Bu endi bir qadam bog'lashgan tarjimasi. Endi biz bu jumlani to'liq tushunib bo'lgandan keyin buni texim adibiylashtirsak, endi buni texim adibiylashtirish shu odamningki adabiyot qobiliyatiga bog'liq ish. Endi balki mendan yaxshi adabiyot bildiganlar, balki mendan bak yaxshi buni qamlashtirishi mumkin. Endi buni maqsadini tushunsak, bu yerda demak jo'g'an gap odamningki bir kunlardan, odamningki umrningki bir kunlardan iborat ekanligi, bir kun o'tsa odamning umri o'tganligini ifodalamoqchi. Endi biz buni texim ixcham, texim shu jumlaga o'xshash bir qopiyalar shaklda moslashtirib tarjima qilsak bo'ladi. Masalan, men tuandimagandek ey inson. Masalan, arablar Ya ibn Adam deb xitob qiladi. Nima deb? Ey Adam o'g'li deb. Biz Uyg'ur tilimizda ey Adam o'g'li deb qana qilmaymiz, xitob qilmaymiz. Nima deymiz? Ey inson, ey Adam deb xitob qilamiz. Shunga buni biz taxim adibiylashtirib, ey inson, vaqt hayotingdir. Innama anta ayyam. Faqatlam sen kunlar demoqchi. Unda maqsad nima? Vaqt hayotim. Demak, sen kun demak degandan keyin vaqt hayotingdir. Kun o'tgan siri hayoting oxirlashidir. Demak, bu yerda kullamaga nima degan tarjimani berdik? Siri. Kullama zahaba ketgan siri. Shundaqo kun o'tgan siri asli zahaba yawmuk. Shu sening vaqting o'tgan siri, ya'ni sening kuning o'tgan siri zahaba ba'du. Bir qismi o'tdi degan gap hayoting qanday qildi? Oxirlashdi. Bu texmi qanday qilingan shakli, adabiylashtirilgan shakli. Demak, biz oldin buning jumlaning tarkibidagi so'zlarning ma'nosini bilib bo'lgandan keyin buni bog'lashtirib bir tarjima qilib, o'zimizning adabiy til qobiliyatiga, quvvatiga qarab turib, qancha amboblashtirib olsak, qancha moslashtirib tarjima qilsak, shuncha yaxshi. Demak, buni eng oxirida tarjima qildik, o'tgan siri deb tarjima qildik. Endi shunga o'xshagan, ya'ni kullamani o'z ichiga olgan bir qancha jumlalarni berdim. Buni sizlar ishlaysizlar. Mashq masalan, tuandagi jumlalarni tarjima qiling. Su'ila Luqman so'raldi deydi. Mimman ta'allamtil hikma minal juhala kullama ra'aytu minhum ayban tajannabtuhu. Bu shunga o'xshagan. Endi bu yerda kullamani qaysi xil tarjima qilamiz? Bu sizlarga qolib qoldi. Ikkinchisi oyatdan birini berdim. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha deganga o'xshagan. Bu sizlarga mashq qilib qoldi. Endi bugungi darsimizning ikkinchi hikmatli so'z o'qiydigan qisqa jumlalarning ichida hikmatli so'z o'qiymiz. Ikkinchisi endi bu jumlada sizlarga asosli o'rgatmoqchi bo'lgan so'z qaysi deganda illa.
Biz illani grammatiki mazmunlarda so'zlab o'tgan. Ya'ni bu istisno vositasi deb. Istisno vositasi degan nima? Illardan keyin kelgan so'zni illardan ilgari kelgan so'zning hukmidan qanday qildi chiqarib oladi. Ya'ni illardan ilgari kelgan so'z bo'ladi deb kelgan bo'lsa, illardan keyin kelgan so'z bo'lmaydi. Illardan ilgari kelgan so'z bo'lmaydi deb kelgan bo'lsa, illardan keyin kelgan so'z bo'ladi degan bo'ladi. Demak, bu istisno vositasi ilgirki jumlani aksicha ma'ni qanday qildi? O'zgartirdi. Keyingi so'zni ilgirki ma'nisining aksiga. Masalan, إذا كنت ما يقرأ إلا ما يعجبك فإنك إذا لا تتعلم أبدا. إذا أجر كنت بوسان سن ما يقرأ o'qimaydi shundaqo illa o'qimaydi o'qigandan illardan keyingicha faqat ya'ni faqat o'qiydigan nimani ma yu'jibuka seni qiziqtirgan narsalar fa innaka haqiqatan sen idan undaqta lan tata'allam abadan hargiz bir narsa qilmaysan o'rganmaysan deganga o'xshagan bu so'z ma'nosi oldi endi biroz buni qanday qilib baqsaq bog'lashtirib baqsaq agar sen faqat seni ajablantirgan yoki qiziqtirganlar o'qiydigan bo'lsang, unda sen menga o'rganolmaysan degan bo'ladi. Endi buni texnik adabiyylashtirsak bo'ladi. Masalan, sen faqat o'zingni xushal qildigan ajabani ma'nosini bir xushal qilish degan ma'nosi bor. Sen faqat o'zingni xushal qildigan narsalarni o'qiydigan bo'lsang, unda menga hech narsa o'rganolmaysan. Demakchi. Demak, bu yerda biz diqqat qilgan nuqta qaysi deganda qarang. Iza kunta ma yaqra. Agar bo'lsang sen o'qimaydi. İlla demek faqat seni qiziqtirganlar qanday qilgan o'qiydigan. Demak, illarning ilgari bir bo'lishsiz jumla kelsa, uni qo'shib bo'lish shaklida tarjima qilsak bo'ladi. Endi bu shunga o'xshagan illarni o'z ichiga olgan bir qur jumlalarni ba'doq, masalan, lan usaddiqa kalamaka illa iza atayta bi burhan. Bu mu shunga o'xshash. Yastati'u al-insan an yahriba min ayyi shay'in illa نفسه ما أكرم المرأة إلا كريم وما أهانها إلا لئيم. عند bu cümle üzerine yukarıda bir söz degen kaide boyunca edebi şekilde tercüme qilib bakın. Üçüncüsü لو كان الثراء بقدر العمل لبات الحمار على سرير من ذهب. Endi bu cümlede sizlarga asas qilib o'rgatmoqchi, tarjima qilishni o'rgatmoqchi bo'lgan so'z qaysi desangiz law. Bu lavni biz nima bo'lgan? Harful imtina' deb o'qidik shundaqo. Endi bu yig'ib aytgan vaqtimizda nimani ifodalaydi deganda lav yuz bermagan ishni hikoya qilish uchun qo'llandi. Yuz bermagan ishni agar unda olgan bo'lsa, agar bunda olgan bo'lsa debdi. Masalan bunga navada, mubada degan tarjimani beramiz. Masalan deymiz law navada kana thura bayliq bo'lsa biqadr al-amal ish miqdori bilan bo'lsa-da labata albatta uxlagan bo'ldi al-himar eshak karvatda oldindan. Ya'ni buni bog'lashtirib tarjima qilsak, nima bo'ldi? Navoda bayliq ishlash, ya'ni emgak miqdori bilan yoki emgak bilan o'lchiladigan bo'lsa-da eshak oltin karvatda qanday qilgan bo'ladi? Yotgan bo'ladi deb tarjima qilsak bo'ldi. Buni texnik adabiyylashtirsak bo'ladi. Masalan, ishlaganga boy bo'lg'ili bo'lgan shu bo'lsa eshak oltin karvatda uxlagan bo'ladi deganga o'xshagan. Endi sizlarga shu lavni ustiga olgan to'yanda ikki dona jumla berdim. Buni sizlar tarjima qilasizlar. Masalan, la tusaghir sha'naka hina tara fakhamat al-akharin deydi. فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الألماس. Buni bilmagan so'zlar bo'lsa, sizlar buni lug'atni izlab tarjima qilasizlar. İkincisi, فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا. Hammista law o'ziga qilingan lawga diqqat qilgan asosda tarjima qilsanglar bo'ladi. Endi bu jumlada sizlarga nima asos qilib o'tmoqchi? Lakin. Lakin bu oson. Ya'ni bunga lekin, ammo, biroq degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi. Ba'zida ayrim ma'no berilmaydi lakinga. Ayrim ma'no berilmay, shu tarjimaning o'zida bir lakinning ma'nosi chiqadi. Bunga lekin, biroq deganga o'xshab ayrim ma'nochi berilmaydi. Endi tuandagi jumla qanday tarjima qilamiz deganda la tuhaddithni kaseeran 'anid din.
so'zlamagin menga ko'p din to'g'risida. Walakin da'ni arad din. Lekin da'ni degan gap meni qo'y, ya'ni meni qo'y degan gap buning asli tarjimasi. Lekin boshqalarni bir ish qilishga buyruq shaklida bir taklif qilgan vaqtimizda qo'llanadi. Masalan, walakin da'ni, lekin meni qo'y arad din, kuray dinni sening sulukingda, axloqingda va muomalangda. Bu so'z tarjimasi. Endi buni bir az bog'lashtirib tarjima qilsak, nima bo'ladi? Sen menga din to'g'risida ko'p so'zlamagin, lekin sulukik degan gap yurish-turishlaringda, axloqingda va muomalangda dinni menga qanday qilib ko'rsatkin. Bu yerdagi ko'rsatkin degan gapni topdim men. Da'ni ara degandan topdim. Da'ni ara. Asli qo'y kurayman degan gap, meni ko'ngil qo'y degan gap, menga qanday qilib ko'rsatkin. Buni texnik bog'lashtirib tarjima qilsak bo'ladi. Masalan, din haqida menga turli so'zlamay, uni yurish-turishlaringda, axloqingda va muomalangda qanday qil ko'rsat deganga o'xshagan. Unda bo'lsa, lakinni o'ziga olgan bir qancha jumla berildi. Masalan, lan tamuta idha khasirta man tuhib walakin sata'ish kalmayta idha khasirta karamatik. İkincisi, as-sabru hasanun walakin fil fuqara ahsan. İnna Allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hammasini shu birinchi tarjima qilsanglar bo'ldi. Bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa o'qishlar, bugungi darsimiz shu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت